Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybek UPS Inverter Telegram kanalimiz obunachilari. Navbatdagi UPSimiz tayyor bo'ldi. Buni hozir yig'ish tekshiruv jarayonida. Bu 12 volt 1 kW UPSimiz. UPS bu videoda birinchi ko'rayotgan odam bo'lsa, albatta bu nima deydi? Xullas, akkumulyatorga ulashda to'ga tiqib qo'yasiz. Iste'molchini nima bo'lsa ulab qo'yasiz. 1 kW gacha bo'lgan. O'zi ham yo'lda avtomatik kontrol qilaveradi. Ya'ni akkumulyatorga ulashsiz, to'k ulab qo'yasiz. O'zi akkumulyator zaryadga qiladi, qoni to'ysa o'chiradi, ham yo'lni avtomatik tarzda bajaradi. Zashita himoyasi bilan juda ham kuchli murakkab tarzda ishlangan. Mana bu yerda tarmoq sveti o'chidan bo'lsa, o'zi avtomatik akkumulyatordan to'k chiqarib beradi. Tarmoqqa bu postoyan ulanib turadi. Tarmoqda to'k kelsa, sirazi svet o'chganini bilmaysiz. Tarmoq o'toladi. Tarmoq to'kini promyolotib beradi. Svet o'chishi bilan akkumulyatordan chisti sinus to'k ishlab chiqarib beradi do'stlar. Bu narsani fabrichniy qilib yig'ilyapti, zavodskoy samodelka emas. Oldi monitorda hamma ma'lumotlar berib turadi. Qancha to'k kiryapti? Mana hozir 300 watt. Bu realniy 1 kilovatga moslashgan UPS bu. Mana. Shu yerda hozir 1 kilovat nagruska, mana orqadan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda preborda ana 993 watt olyapti. Oldi monitorda ham o'sha qancha olayotganini ko'rsatib turadi bu yerda. 995 watt. Qancha nagruska? Realniy 1 kilovatga moslashgan UPSimiz do'stlar. Qancha to'k kiryapti, qancha to'k chiqyapti, himoya tizimlari, zashitalari, hamma yo'llari bor. Buni to'liqroq obzorlari Ustoybek UPS Telegram kanalimizga o'tsalaring, o'sha yerda buni to'liq obzorlari bor, o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Bu 12 volt 1 kilovatlik hozir pod zakaz bitta yig'ishni boshladik. Dastavka qilib buni chiqavorladi. Xo'p, bunning narxi 3 million 800 ming so'm chiqqan do'stlar. 3 yil xudo xolasa garantiyasi bor. Hamma zapchatlari o'zimizning qo'limizda bor do'stlar mana. Bu realniy o'sha 1 kilovatga moslashgan UPS. Hozir mana shunda mana 1 kilovat nagruska. Tarmoqda svet o'zi tarmoqqa o'zi avtomatik o'tib oladi. Mana hozir tarmoqqa o'tib oldi. Tarmoq to'kini pramo svet o'chidan bo'lsa, akkumulyatorga sirazi akkumulyatordan to'k chiqarib beradi, sinus chiqarib beradi to'liq. Keyin buni zaryadka tizimi aslida akkumulyatorda bir xilda 10 amper zaryadka beradi. O'zi tokini kamaytirib, ham yo'lda o'zi avtomatik kontrol qiladi mana. 10 amper bir xilda. Oldi monitorda ham aytib turadi qancha to'k berayotganini. 10 amper zaryadka beryapti. Akkumulyatorni qaynatib yubormaydi, o'ldirib qo'ymaydi. O'zi avtomatik qon to'ygandan keyin o'chiradi. Masalan, qonni ochib qolib ketsa, unda ham o'chiradi. Keyin напряжениyangiz 130 voltga tushib ketganda ham bir xilda tok berib, akkumulyator zaryadga qilaveradi. Напряжение pasayib ketsa, haligi zaryadga qilmay qolmaydi. Past tokda ham akkumulyator bemalol zaryadga bir xilda tok berib zaryadga qilaveradi. Lekin tarmog'ingizni promyolotib beradi. Tarmoqni stabilniy ushlab bermaydi. Faqat akkumulyatordan chiqayotgan stabilniy ushlaydi va akkumulyatorda o'sha stabilniy zaryadga qiladi. Напряжение pasayib ketsa ham. Lekin tarmoqdagini promyolotganda tarmog'ingizni stabilniy qilib beradi. Faqat akkumulyatordan chiqarganini inverter rejimida ishlayotganda stabilniy ushlab beradi va напряжение 130-140 volt bo'lsa ham akkumulyatorda bemalol bir xilda zaryadga qilaveradi. Lekin to'kingizni promyo qilib ko'tarib bermaydi, o'sha напряжение qoladi. Akkumulyatordan chiqayotgan bir xilda ushlab beradi. Keyin bunda himoya tizimlari, men hozir ko'rsataman. Hali ko'pchilik qiziqib so'raydi. Zashita bizda haligi pilta tiqib yuborishadi, o'sha nagruska ulab yuborishadi, o'shanaqalarga ham zashitalari kuchli. Men hozirlarga ko'rsatib beraman. Endi himoya tizimlari bizda zamikanalar ko'p bo'ladi. Masalan, akkumulyator rejimida ishlayotganda yonli holatda to'k ulanib, mobilda sim bir-biriga tegib qolsa, sirazi zashitasi bor o'chirib qo'yadi. Zashita ketishi bilan o'zi yana qayta ishga tushaveradi. Himoya tizimlari zamikana bo'lishi bilan sirazi o'chirib qo'yaveradi. Ishga tushirmaydi. Himoya tizimlari juda ham kuchli. Yana qayta yonaveradi, o'zi ishga tushaveradi. Tarmoqdan yo'qligida sirazi tarmoqqa o'tib oladi va akkumulyatorga o'tishi sezilmaydi mana. Sirazi o'tib oladi mana. Uspet qilmaysiz. Hamma rasxodini oldida aytib turadi do'stlar. Qolgan ma'lumotlar Telegram kanalim Ustoybek UPSda hamma ma'lumotlar bor. To'liq. Hozir 993 watt olyapti. 11.5 akkumulyatorda yo'nqisini aytyapti.
219 volt standart. Keyin chiqish kuchlanishini akkumulyatordan chiqayotgan tokda bir xilda stabilni 220 ushlab beradi. Tarmoqnikini emas, faqat akkumulyatordan chiqayotgan bir xilda ushlab beradi do'stlar. Ishlari полный fabrichniy qilib, zavodskiy qilib yig'ilyapti. Demak, sizlarga Usta Oybek bo'ldi. Hozircha xarid demaymiz. Usta Oybek UPS Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlarni o'tib ko'rishlaring mumkin. 12 volt 1 kilovatlisi 3.800.000 so'm, keyin buni 24 volt 2 kilovatlisi bor 4.800.000 so'm, 3 yil xudo xolasa garantiya do'stlar.